buzilmas mashinalardan bittasi Toyota Crown. Eng fulli ofitsialniy dilerdan olingan. Mana buni videoni qaranglar. Eng fulli. APS nomerlar ham bor, aka. Nonga sariyog' surganda yarashib turibdi. O'zi ham ana operativniy ko'rinishda ekanda, mashina ham. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. 2023-yil. Aka 2,5 litrli motor, yetmaganiga turbina, yetmaganiga gibrid. O'zini o'zi zaryadga qilib beradi, aka. Chisti yapon zborkani, Xitoy zborkasi ham bo'lishi mumkin. Ular bilan solishtirmaylik. Mashinamiz tushunishingiz uchun rosa mehr berilgan, 32 ming kilometr yurgan, bor yo'g'i. Oldi chaslari ham broneplyonka bo'lgan, tonirovka rashenlari ham bor, panorama tomlari bor. Mana bu diskasidan ham bilib olsanglar bo'ladi, fullligini. O'z shaharda ham ko'p emas-da. Bu mashinalar vaqtida 80 ming dollardan balanga olingan. Yaxshi narxga ko'ndirib qo'ydim. O'zi ham bitta ko'rib, bitta like bosib qo'yaveringlar. Salon holatlari, 4 teshik davodchiklari ham bor. JBL akustikasi. Oke, yana nima kerak? Head-up display, yana bir qancha funksiyalari bor. Oke, hozir rasxotini qarasangiz 6,5 7 litr yegan, 100 kilometrga spokойно yursangiz. Bosib yursangiz nari borsa 10 litr yesa, lekin ot kuchi ham shunga yarasha rosa ko'p. Narxi bilan ko'ndirib qo'ydim. Kraskasi toza bo'lsa, yapon brendi bo'lsa, full bo'lsa, narxi bilan bo'lsa, ovormaysizmi? 46 ming, oke, nech pul deysiz? 46,400 dollar. Realniy plyus bo'lsa, mana egalariga telefon qiling-da, hozir bosib oling. Tushunib olib qo'ysangiz ham ertaga kelgusida xursand bo'lib maza qilib haydab yurasiz.